Hurmatli obunachilarimiz, qo'shib bir hafta savdolar navbatdagi savdolar 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat ko'rikka Cobalt'imiz bo'ldi. Mashinamiz bahasi 122 million so'm pul, Xiva 137 million so'm pul, Xivaga. Yaxshilar ham rozimiz? Aytasiz, kelasizlar so'raymiz. 2022 Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shib bir hafta savdo arzon bozorimizda sizlarga zakonli baholarda mashinalarni qo'yishda davom qilamiz. Oqshom 5 mashina qo'ydik, 5 ham sotildi. Bugungi mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Jetour 90 Plus mashinamiz. Hurmatli obunachilarimiz, mashinamizning eng qiziqarli narxi, siz narxini aytaman, 240 million so'm. 7 mesali ideal holatda mashina 80 ming kilometr yurgan, cho'tki sosteniyada 2 echkinda 4 parmoqda ozgina kusok kraskasi bor. Bemalol o'zlaringiz izzat qilishingiz uchun ustalaringizni tekshirib olishingiz mumkin mashinani. Aybi akkumulyator ozgina slabiy, boshqa aybi yo'q. Bir akkumulyator qo'yasizlar, lekin narxi zo'r. 240 million so'm pul oladi. Qo'shib bir hafta savdo arzon bozorimizda izzat qilishingiz uchun Jetour 90 Plus hurmatli obunachilarimiz. Balonlari zo'r. Mashina ideal holatda, boshqa aybi, kamchiligi yo'q. Probeglari halol 80 ming o'zini yurgan probegi, lekin оформление generalniy danish berilmaydi. Buni uchun xabarimiz kelayotsa, qo'shib bir hafta savdo arzon bozorimizda sotuvda turadi. Sizlar uchun xizmatdamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'shib o'tmanglar. Hurmatli obunachilarimiz, haqiqatdan xursand bo'lsa bo'ladi. Cobalt'larning narxi zo'r tushdi. Salonda ham, chunki salon ham dogovorni ochib berdi. Zo'r bo'ldi. Biz mashinaning bahosi tushsa xursand bo'lamiz, chunki hazrat oluvchilar ham yaxshi, boshqa ham yaxshi. Lekin qo'shib bir hafta savdo biz salondan ham arzon qilib qo'ymasak bo'lmaydi, bilasizlar axir. Bizaniki do'rgam edi. Arzon bo'lsa, tamam. Endi salonda 156 million so'm turadi o'zi. Biz sizlarga 159 million so'm pul beramiz, ishlatib beramiz. Birinchi nominat beramiz, metan qo'yib beramiz. Yurmagan 159 million so'm pul. Bir dona Cobalt. Ishtira naq pul 2025-yil 5 probeg yurmagan Cobalt'imizni 159 million so'm pul beramiz. Birinchi nominat beramiz, plus metan ham qo'yib beramiz. Shunda salondan necha so'm barzan bo'ladi? Hisob kitobini kommentariyada qoldiringlar. Kelaversa, qo'shib bir hafta savdo xizmatdamiz. Mashinamiz qo'shib bir hafta savdo Zontik bozorimizda sotilib turadi. Kod nomeri 4263. Bemalol galib xarid qilishingiz mumkin. Kelaversa, sizlar uchun xizmatdamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'shib o'tmanglar. Chunki eng arzoni, eng sifatlisi, eng yaxshisi ham ishonchlisi faqat qo'shib bir hafta savdoda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shib bir hafta savdoning komfort bozoridan xudo xolasa navbatdagi savdomiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan Trekker mashinamiz oldi. Premier Plus varianti. Mashinamizni 228 million so'mga berdik. Xanqaga ketdi mashina. Allah yaxshi ko'radinglar. Xayrli mashina bo'lsin. Rahmat ketadi. Naqd pul bo'ldi. Obunachilarimiz, mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan Premier Plus yumshoq bolalar qo'yilgan. Mashinamiz holati 23 ming probeg ketdi. Qo'shib bir hafta savdoning komfort bozoridan kelaverasiz. Xudo xolasa hamma mashinalarimizning assortimentlarimiz bor. Bozorimiz 24 soat ishlaydi. Barter hamma xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa bemalol kelaverasiz. Hurmatli obunachilarimiz, qo'shib bir hafta savdolar navbatdagi savdomiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat ko'rikka Cobalt'imiz ishtira naq pul 146 million so'm pul go'jaya berdik. Razimiz? Yaxshilarning xayrli bo'lsin. Rahmat. Kelaversa, yana mashinalarimiz ko'p. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shib bir hafta savdo arzon bozorimizdagi navbatdagi mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Cobalt mashinamiz. Mashinamiz siz narxini aytaman 109 million so'm. 21-yil mexanik Cobalt 109 million so'm pul beramiz. 108 million so'm pul oldik. Endi mashinamizni o'sha yerda krenida ozgina kusok kraskasi boda deganlari o'zlaringiz uchun, yana minishlaringiz uchun tekshirib ko'rib olasizlar ustalaringizga. Boshqa yana yo'q, garant edilar. Endi gendaviniz beriladi. Iloji boricha buni uchun barcha harakat qilamiz. Mashinamiz 140 ming kilometr yurgan, mexanika 21-yil, chexol, polik, balonlari zagonin toza, metan hammaji bor. Qo'shib bir hafta savdo arzon bozorimizda izzat qilib uchun mexanika 21 Cobalt so'rab yurganlar uchun yana kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki eng arzonlari, eng yaxshilari, eng sifatlari, eng ishonchlari qo'shib bir hafta savdoda. Rahmat aka. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra keldi. Hurmatli obunachilarimiz, mashinamizning bahosi 120 million so'm pul beramiz. 22-yil bir dona kapot almashgan ekan, benzinda egadan mashin 25 ming kilometr yurgan. Monitor, polik, chexol hamma narsa qo'yilgan. Ava, ishtir 10 ming dollar beriladi. Hurmatli obunachilarimiz, qo'shib bir hafta savdo arzon bozorida sotib turadi. O'tiramizmi? Aga. 156 million so'm egasini 157 million so'm pul beramiz. Midnight 2025 birinchi nomer ham olingan 156 million so'm pul oldik, 157 million beramiz.
157 milyon so'm pul. 1600 kilometr yurgan ekan Jekasovitda. Mana ko'shki bir hafta savdo arzon bozorimizda sotiladi, turadi hurmatli do'stlar. 157 milyon so'm pul. Zo'r baho, birinchi nomer ham bor, tayyor. Jo'ralar jo'shdan qochmang, gullarlarimiz yo'q lekin. Hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi mashinamiz gullana bo'ldi. Shitir naq pul 186 milyon so'm pul berdik. Rozimisiz? Jo'ralar boraversizmi? Tamam, mana boraverasiz ekan. Mashinamiz 2003-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomat korobka hamma o'zi bor. Tayyor. Paket Malibu bar, Malibu rul originallari qo'yilgan. Ko'rsingizda bo'ladi. Mashinamizning bahosi 186 milyon so'm pul gullanadi. Galaversa xizmatimiz, yana mashinamiz ko'p. Ağa, sağ olasın. Lekin qarang, Jamoliddin aka, ikkimizdan podpis chiqmaydi. Tamam. Qaytisiz kerak. Tamam. Hurmatli obunachilarimiz, Qo'shko'p avto savdolarning navbatdagi savdomiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt'imiz bo'ldi. 152 milyon 500 ming so'm pul. Shitir naq pul urgancha. Podpiska uchun qaytdik. Podpiska uchun Birinchi nomer bonus oldu. birinchi nomer bonus bo'ldi. Yaxshi 10 litr benzin sapirib. Siz yozamiz. Maşinimiz paketli shot sprayga 24-yilda ishlab chiqarilgan 150 kilometr turtgan. Shot. Nomer ham olmam. Bizga nomerini olib beramiz. 150 kilometr. Kelaversa mashinamiz shu. Mashinlarimiz Qo'shko'p avto savdolarning navbatdagi savdomiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinamiz bo'ldi. Mashinamizning bahosi 113 million so'm bo'lashdir. Naq pulga ketdi. Agar nedasiz? Qo'shko'p bir Kiro bor. Shitir. Rozimiz? Tamam. 4 litr benzin sapib beramiz aqalda. 20 litr. Hurmatli obunachilarimiz, Qo'shko'p avto savdoda arzon bozorimizda sotuvlarimizni boshladik. Jugulimiz, xullas ko'k jugulimiz, bahosini aytamiz rozi. Podpischik bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy bizning obunachilarimizga 6 million so'm pul beramiz. Metani bor, metandan 27 yerda ustroq ham bor. Mashina chotki sostoyanida, alasizlar, hajat qilasizlar. Qo'shko'p avto savdo arzon bozorimizda Juguli 6 million so'm pul. Lekin obunachimizga beramiz, haqiqiy minuvchiga beramiz. Kelaverasizlar, metallar ham bor. Sizlar uchun Qo'shko'p avto savdolar xizmatdamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'shib o'tmanglar. Shundagina zo'r bahodagi mashinamizni o'tirib beramiz. Basamiz. 1996-yilda ishlab chiqarilgan Nexia Sonstramblor mashinamiz bahosi Qo'shko'p avto savdo arzon bozorimizda ajratishlarimiz uchun metan srok bahra, metan srok hamma narsalari bor. Generalniy daviniz beramiz. Egadan 16 million so'm pul beramiz. Ishtira naq pul. Gen daviniz ham beriladi. Bular iloji boricha minuvchiga berishga harakat etamiz. 16 million so'm pul beriladi. Qo'shko'p avto savdo arzon bozorimizga obuna bo'lib qo'shib unutmanglar. Sizlar yaxshi ko'ramiz. Basamiz. Ağa yaxshisiz. Yo'q, indamang, sog'ligingiz yaxshimi? Salomatmisiz, xarman? Kayfiyatda zo'rmi? Keling. Zo'r. Isab. Nasibasi. Sog'lik zo'rmi? Ishda yaxshimi, xarman? Hozir. Zaram xizmatdamiz. Inaqa. Isab. Podpiska. Isab. Zo'r. Ag'ayim bo'lsin. Sog' bo'ling. Ishlar rahmat, yaxshi. Yo'lda bo'larsin. Biratlar yo'lda to'xtatdinglar. Podaka bak. Tamam. Yaxshi yillar ishlasizlar. Podaka berdim podpischiklarga. Ağa azap vermang. 30, 35, 37 ga qo'yaman. Havadan ise 35. Urum. May. Necha yurgan bu? Xullas 2023-yilda ishlab chiqarilgan Kraskes 100% toza 200 ming kilometr yurgan Jag M3 ideal holatda. Salonlar ham chotki sostoyanida. Bahosi 135 ga 137 million so'm pul beramiz. Mashina chotki sostoyanida. Balonlari mazor. Propan metan? Propan 1000 yuradi. Propan bilan 1000 kilometr yuradi. Qo'shko'p avto savdo Damas bozorimizda sotuvga qo'ydik. Hurmatli obunachilarimiz, galasida 2 danasi bor bundan bilasiz, ikkisi ham qora svetda. Basamiz. Hurmatli obunachilarimiz, aksiyalarda faqat mashina qilib cheklanmaymiz, qaranglar, men aytamiz. Xolodilnikka qo'yib berdi, dum ko'p odam yozdi menga. Men aytamiz. 9600 sotilgan, ina brendini ko'ringlar, hamma yer bilan sochtirib ko'ringlar. Garantiyasi, hamma narsasi bor. Mashina buni narxi 7590 ming so'mdan. Dillerlardan so'rab ko'ringlar necha so'mdan kelishini, gelish bahosini namorzdan ko'pmiz. 7590 dan. 7500 sotilgan 5690 ming so'mdan. 8 milyon 200 satılan 6 milyon 890 bin so'mdan, 8 milyon 400 satılan 6,5 milyon so'mdan, 7 milyon satılan 5 milyon 890 bin so'mdan,
10 milyon 500 ming so'm sotilgan 7 milyon 500 ming so'mdan hurmatli obunachilarimiz inasizlar. Dastavka Xorazm Qoraqalpog'istondan mut. Libo yer bilan xohlagan do'kon bilan xohlasanglar shu 3-chiqarib o'tirgan zavod bilan surishtirib kelinglar bahasini. Tamam. Javob, garantiya. Libo yerdan olsan. Hammasini bahasini ishqilib aytib o'tsak bir to'da. Hammasi zo'r bahada. Minnatamiz. Bilam erinmali aytamiz. 9 milyon 350 yozgan 7 milyon 790. 6 milyon 335 yozgan 5 milyon 350. 4 eshikli bu yine. 4 eshiklisi 5 milyon 990 ming so'm, 7,5 milyon so'm turgan. 6 milyon 300 turgan 5 milyon 290 ming so'm. 6 milyon 900 turgan 5 milyon 650 ming so'm. 8,5 milyon turgan 7 milyon 690 ming so'm. 8 milyon 400 turgan 6 milyon 950 ming so'm Samsung. Xullas baholarni ko'rdingizlar. Xohlagan do'konlaringiz bilan, xohlagan do'konlaringiz bilan sarishib ko'rasizlar. Baholarni hammasini o'zim o'zgartirib chiqdim. Bizlere bergen dillerlerden hem sorup gelin. Neçe sondan berip turuslar deyin. Gelsizler kalasızlar prayizini hem gösterdiğinden şu balamız boladı. Prayizini get duran bahsını hem gösterip beredi. Sıra şu bahadan beremiz. Bu 3 ay durar başka pasport evezine boladan olsa 50 milyon, 100 milyon menişe mümkün. Gele verirler koşku bir hafta sonra sizler için 24 saat hizmetlerimiz. Hem meneselerimiz en zor bahada, en sifatlisi, en işansızı fakat koşku bir hafta sonra. Bir kız çıkandan inlenmesini basalı. Bu televizorumuzda 1 milyon 900'den aksiya atib berganmiz bilasizlar. 1 milyon 750 ming so'm pul tushirdik. Smart, hammasi bor. Biri o'llik. Голосовой управление, smart hammasi bor. Eng puli. Keyin 50'lik. 50'likni 3 milyon 600, 2 milyon 700 ming so'm pul tushirdik. Buna hammasi bor. 65'lik. 4 milyon 750 ming so'm pul tushirdik 65'likni. Eng zo'ri, eng yomoni. Kelaverasizlar. Bu burada qimmat satganmiz, inan dengimizni tutish uchun. Maşinlikler. Endi hozir aksiya qo'ydik. 900 almadım zordan şu. Hozircha qo'ydik? 4700'e 700, 200 ming so'm uxladingiz. Kelaverasizlar, sizlar uchun xizmatdamiz. Ana, inan bakalım. Shuni aytaman, ustida ish qoldiram day. Endi telefonlar ham hammasi, endi ishlatilgan iPhone'lar ham hammasi eng zo'r baholarda faqat ko'shki bir hafta savdoda. Kelaverasizlar, sizlar uchun xizmatdamiz. Telefonlarning yomonlari bizada. Hurmatli obunachilarimiz, ko'shki bir hafta savdolardan navbatdagi savdomiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Malibu XL mashinamiz bo'ldi. Mashinamizning bahosi 342 million so'm plastir. Naq bilan xiva verdik. Biroq yaxshilar ham biling. Rozi bo'ling. Ag'amni 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt'ni hisoblab oldik. 109 million so'm hisoblab oldik. 110 million so'm bo'lsa beramiz buning uchun. Tamam. Hayır. Maşallah, esasında tarif yaşayan hemen sarabot, yumuşak balon. Koşu yaptırsa da, arasında 24 saat hizmettemiz. Hurmatli obunachilarimiz, ko'shki bir hafta savdo arzon bozorimizda navbatdagi kelgan mashinamiz Tiko mashinamiz. Bahosidan e'tibor beramiz 8 million so'm. Chutki sostavida egalari bor. Ginanidan beradilar. Minuvchiga 8 million so'm pul beramiz. 7 million so'm pul oldik mashinamizni. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina chutki sostavasi. Aptoliy muddətdə yumşaq balon əmməlisələr var. Şunda bizlər üçün bir xatar görüb alasılar. Hürmətlə bulaşarsınız. Propani sizə qoymayacaq, doğru mu? Benzində gələrsə koşki bir hafta sonra arzan bazarımızda Tiko 8 milyon so'm pul basamız.